Bor o'shalarga bor, agar sevsa seni mendanam kuchliroq. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi ochilishimizni ertalabki soat 8:00 dan boshlayapmiz. Ishga ketyapman Mediinstitutga. Hozir bugun sizlar bilan Mediinstitutni, ya'ni men ishlaydigan joyni, bizning kafedrani obzorini qilamiz birgalikda. Ishchi xodimlarimiz bilan tanishtiraman, kafedrani obzorini qilamiz. Albattaki kafedra mudirimizni aytib o'tmasak bo'lmaydi. Kafedra mudirimiz Rozmetov Ulug'bek Avazmatovich juda qiziqarli personaj, juda qiziqarli bir shaxs. Sizlarga ular haqida ham gapirib beraman videomiz davomida. Do'stlar, bizani kafedramiz mana shu yerdan boshlanadi. Klinik anatomiya va histologiya kafedrasi. Kelinglar, obzor qilamiz. Mana kafedramizning kirish qismida markazida Ibn Sinoni rasmini ko'rishimiz mumkin. Bu ham meditsinani otasi, ham kafedramizning markazidan joy berganmiz Ibn Sinoga. Bizani yuragimizning markazidagi shaxs bu, meditsinaning markazidagi shaxs. O'shaning uchun kafedramizning markazidan joy berdik. Bu yoq tomonda endi prezidentimiz Shavkat Miromonovichning rasmlari va ularning sitatalari keltirilgan. Mana alohida shkaflarda mulyajlar qilganmiz. Bu yoqda ham mana mulyajlar. Endi mana bu tomonga keladigan bo'lsak, bu yerda yana bitta markazda Ibn Sinoni berib va mana bizni eski qadimiy madrasalarimizdagi falsafiy tortishuvlar bo'lib turgan rasmlar yoki ilm ma'rifat bilan shug'ullanishlar, meditsina bilan shug'ullanishlar bizda tariximizda mana shunaqa shaxslar o'tganligini ifodalab turadi. Ya'ni bizning studentlar shu narsalarni ko'rib g'ururlanadi. Bu yerda ma'ruzaxonamiz bor. Ma'ruzaxonamiz qani ichini ham ko'rsatdik. Ma'ruzaxonamiz dars bo'lib turibdi, o'xshaydi bu yerda. Hozir dars jarayoni ketib turibdi, hali tugamagan darslar. Shuning uchun bezovta qilmaymiz. Olimlarimiz ketma-ketligi, oldin mana birinchi Ibn Sinoni, Da Vinchini, keyin Andrey Vezalini qo'yganmiz, Pirogov keladi, keyin и так далее. O'ktam Maripovich bor, mana Shavkat Ibragimovichning rasmlari, Vohidov, Usmonov, Feruza Husanovna pastda endi gistologlar. Feruza Husanovna, To'xtayev, mana Ravshan aka, keyin Zufarovlar, Kuznetsov, Golji mana va Levengukni rasmlari bilan tugaydi bu yer. Xo'p, bu yerda ham rasmlarimiz berilgan. Tibbiyotga oid rasmlar yaqinroqdan tushirsangiz ham bo'ladi. Bularni ham o'zim taxlaganman. O'sha ustozimiz Rozmetov topshiriqlariga binoan birma-bir yasaganmiz, qilganmiz. Keyin bu yerda mana histologiya o'quv-xonamiz, Obod O'rinboyevichning xonasi. Bu yerni ham ko'rsataylik. Mana bu yerda mana elektronniy panelimiz bor, mikroskopimiz bor. Preparatlarni qo'yib, mana shu katta panellar talabalarga tushuntirishimiz mumkin. Bu yoqda ham histologik rasmlar berilgan, mana bir necha rasmlar. Xo'p, konditsionerimiz bor, ishlab turibdi. Bu yoqda mana mikroskoplarimiz bor. Endi keling bu yerni ham ko'rsataylik. Mana mikroskoplarimiz bor. Har bir talaba individual ravishda ishlaydi. Mana bu yerda preparatlar, mana ko'ryapsizlar. Bular ham yangi preparatlar. Mana shular bilan talabalar o'rganadi histologiyani. Bu yoqda kafedramizning endi chap tomonida bizni yana bitta xonamiz bor. Klinik anatomiya darsi o'tiladi bu yerda. Oldin o'qta bo'lgan, hozir klinik anatomiya deymiz. Mana bu yer boshlanishidan o'sha rasmlarda operatsionniy rasmlarni ko'rishimiz mumkin. Mana choy qo'yishlar bor, mana laparoskopiyalar bor, mana bu yerda xirurgik asboblar tasvirlangan rasmlar bor. Xo'p, mana shu yerdan bu yog'i endi anatomiya kafedrasi. Bu yoqqa alohida kelamiz.
alohida bitta video qilamiz. Endi hozir 514-xonadamiz. Mana 514-xona. Bu yer Bahodir Berdiyevichning xonasi. Bu yer klinik anatomiya fanidan dars beriladi bu yerda. Xo'p, bu yerda ham mana elektron panellarimiz, rasmlarimiz, konditsionerlarimiz bor, mulyajlarimiz bor. Xo'p, Bahodir Berdiyevichning o'zlari mana shaxsan ilm bilan shug'ullanishda davom qilyaptilar. Bu yil PhD qilasiz, xudo xolasa. Seminarda o'tdilar yaqinda. Tabriklaymiz Bahodir Berdiyevich. Muvaffaqiyatli o'tdilar. Farg'onada o'tib keldilar. Endi yaqinda zashtasi bo'ladi. O'shandan keyin уже PhD hisoblanadi Bahodir Berdiyevich. Yana bir bor tabriklaymiz. Katta rahmat. Salomat bo'lasiz. Bu yer ham gistologiya o'quvxonasi. Yana bitta. Mana xo'p. Bu tomonda endi operasionniy jarrohlik xonasi. Bu tomon. Mana bu yerda ham rasmlar berilgan. Ikki ham koridorimizning ikki tomonida suratlar berilgan, gistologik va klinik anatomiyaga oid rasmlar berilgan. Bu yoqda ham mana anatomik rasmlar, juda ajoyib rasmlar berilgan. Bu yoqda Gulnoz Samarqulovaning xonasi. Hozir dars bo'lyapti bu yerda. Xalaqit bermaslik uchun ko'rmaymiz. Keyin yana obzor qilamiz birgalikda. Bu yoqda ham klinik anatomiyadan dars o'tishyapti. Mana talabalar bu yerga ham xalaqit bermaslikka harakat qilamiz. Bu yoqda endi mani xonam, bu ham shinam chiroyli xonalardan biri. Mana bu yerda ham gistologik rasmlar berilgan. Ikki ham tomonda doskamiz bor. Bu yer mana рабочий stolimiz bizni. Xo'p, kompyuterimiz, printerimiz, hamma narsamiz bor, yetarli. Xo'p, bu yoqda endi balkonimiz bor, kichik, shinam. Shaharni bemalol tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan kichkina o'zimizga oid balkoncha. Mana shu xona Rozmetov xonasi. Kafedra mudirimiz Rozmetov Ulug'bek Azmatovich dotsent. Bu odam bu yil 70 yoshiga kiradi. Men hali o'ziga aytganim yo'q, lekin bu videoni olib bo'lganimdan keyin bu kishining 70 yoshiga biz shogirdlardan bitta esdalik bo'lsin deb mana shunaqa ma'naviy sovg'a qilmoqchiman. Do'stlar, Obod O'rinboyev gistologimiz, katta o'qituvchi, bizani ham o'qitgan. Bizani domlamiz, ustozimiz hisoblanadi. PhD qilganlar. Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Obod O'rinboyev. Tibbiyot degan vaqtimizda bu tibbiyotda inson salomatligi bilan bog'liq bo'ladigan ko'pgina jarayonlar bo'lib turib, bu asosida bularning hammasida hujayraviy darajadagi o'zgarishlar kuzatiladi. Ya'niki bu hujaydagi o'zgarishlar bevosita qon aylanishi hamda nerv asab tizimlarini bog'liq holatda kelib chiqadi. Endi bu narsalarning hammasini hujayraviy darajada o'rganishimizning sababi bu asosan tibbiyot xodimi, davolovchi shifokorlar etiopatogenetik davoni o'rganish maqsad qilingan. Simptomatik davo bo'laveradi. Lekin etiopatogenetik davo umuman boshqa narsa bu. Ana shu etiopatogenetik davoni yaxshi bilgan shifokorni auditoriyasi ham katta bo'ladi, kasallar ham ko'p bo'ladi, effekt ham yaxshi bo'ladi. Bularning hammasida, ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam, bu narsalarning hammasini asosida gistologiya fanidan olgan bilimlar yotadi. Gistologiya fani asosan hujayra va to'qimalardagi barcha jarayonlarni o'rganadi. Shuning uchun ham endi meni tavsiyam kelajak shifokorlarga gistologiya, fiziologiya, anatomiya fanlarini, patologik anatomiya, patologik fiziologiyalarni chuqur o'zlashtirishni tavsiya qilaman. Necha yillik tajribangiz bor? Salkam 30 yilga yaqinlashdi. 30 yillik tajriba do'stlar. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p. Endi do'stlar biroz pastroq ovozda gapirishga harakat qilaman, chunki boshqa xonalarda, boshqa auditoriyalarda hali hanuz dars jarayonlari davom qilyapti. O'shaning uchun biroz institut muhitiga, o'sha madaniyatiga amal qilgan holatda biroz ovozimizni pastlatib video qilishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, buni to'g'ri tushunasizlar, bu bir madaniyat bu yerda. Bu videolarni boshlashimga, bu videolarni olishimga asosiy sabablardan bittasi mana yaqinda, mana shu yil juda ham chiroyli bir voqea bo'ldi. Institutimiz mustaqil bo'ldi. Bizani Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali edi bugungacha.
Endi bu yildan boshlab mana 2025-yilga kelib Urganch davlat tibbiyot institutiga aylandi, ya'ni mustaqil institut bo'ldi. Mana shu munosabati bilan men bu institut bo'lish darajasigacha bosib o'tgan yo'li borda, buni faqat shakllantirgan, o'zini umrini bag'ishlagan insonlarni orqasidan mana shunaqa bugungi mustaqil institut darajasiga yetdi bitta kichkina filial. O'rtoqlar, bu juda katta bir voqea deb bilaman shaxsan. Iloji boricha barcha kafedralarga borib, u yerdagi fidoyi kafedra mudirlari, professor o'qituvchilarni hayot hikoyalarini yoki o'sha kafedralarni tanishtirish niyatidaman. Bu institutning tarixini sizlarga ham, ya'ni tibbiyot talabalari bo'lsin yoki tibbiyotga qiziquvchilar bo'lsin, endi Medinstitutga kirishga, tibbiyot institutiga kirishga qiziqishlari bo'lgan yoshlar bo'lsin, bular uchun menimcha ajoyib layfhak bo'ladi bu.